Kabuluna girmeyince ketimiz bize Xorazm'e şurada yatağımız bir gün. Hemen. Halk gelin. Kabulxonaga bormaymiz. Bize bosh prokurorning oldiga kirgizing, onasini kirgizing. Buni kirsin, bittadan kirsin. Bormaymiz. Yakka bormaymiz. Kerak emas, mana shu odam kirsin. Ayting bilan chetroq o'tib odamlar kelib chiqyapti. Voy o'tib turinglar, hozir keladi dedi-yu, ne tushunmaysizlar? Yo'q, ha bu ham shunaqa qilasizlar, keladi. Ha, keladi deb aytdi-ku, o'tinglar, soyaga o'tib turing. Keladi deb aytdi-ku. Onasini kirgizsin, bo'lmasa. Telefonda oldingizda gaplashing. Yo'q, bizga bosh prokurorning o'zi kerak. Bosh prokurorning o'zi chamariga kirgizdi. O'zini o'zi olib kirib ketaveramiz. Yo, shunchadan marta keldi. Taniyman bularni. Gaplashdik hozir 24 bilan. Taniganingiz uchun kelib turibsizlar shura. Aytinglar, bosh prokuror. Maqtari yo'q bo'lsa qarab. Onasini 3 yildan beri. Onasini taqib kelayotganda Biz o'ynaganimizdan keyin hamma ishimizni tashlab. hamma shu qaçsa bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. O'tvolinglar, opalar, O'tyapmiz. Qanab qo'yishadi. O'tvolinglar, iltimos. Ayblab qo'ying. Uyasizlar. Murojaat bilan kelamiz. Olib kirib qarab tashlashadi har doim shunaqa O'tvolinglar, qilib. iltimos. Ben kim yapasın Kimga diyorum. aytamiz biz? Akalar o'tinglar. Murojaat Bir adam qilamiz. kimsin? Mayli. 24da abetda Odam o'ldirmasa, o'g'irlik qilmasa, siyosatga qarshi ish qilmasa, prezidentga qarshi bo'lmasa, qaysi aybi uchun qamatdi? O'shani isbotlab bersin bizga. Faqat yolg'on javob xat beradi. Bosh prokuraturaning o'zi shunaqa bo'lsa, biz kimga murojaat qilamiz? Sudlarda ham umuman adolat yo'q. Sudyalar ham shunaqa ko'rib yopib qo'yapti deyalarni. Biz o'shaning uchun bosh prokurorning oldiga kirishimiz kerak. Kimga borishimiz kerak? Kimga yetishimiz kerak biza? Prokuror eshitmasa, zamlarining ahvoli shu, sudyalarning ahvoli shu. Bitta odam nohaqdan qamalib ketavermaydi 10 yilga. Aybini aytib bersin bizga, aybi bo'lsa. Nimaga? Cheki qochib turasiz akajon. kirgizadi, nimadir deydi, eshitdik. Bizga onaqa emas, yoshlarga suv prokurorga kerak. O'zingiz to'g'rilab o'tirasiz. Ariza yozganmiz, ko'rsin. O'sha olib kiradigan odam yo'q odam. Niye kelmaydi? 1200 kilometrdan keldik. Stulni otasi qo'yib bermagan unga. Xalqni eshitsin dardini. O'rgansin masalani, nima bo'layotganini. Chiqib anaqam bilan ketasiz yoki sinaqanaqam borolishlar qo'yib chekcharmagan qo'yib qo'yib olishganini uyasiz. Yo'q. 80 yoshar onasini qo'lini qayirib olib ketishdi oldingi safar murojaat bilan kelsa. Kim chora ko'radi bularga? Kim o'rganadi? Ular prezidentdan bo'ysunmaydi bular. Talab qilyapsiz bizlardan ketinglar. Keyin bir olti xatdan shu birovlarni eshitmagan axir. Qo'lni qayirib aytgan. Ozodlikqa chiqarsa ekanmiz. Jinoyatchilar ko'chada qolib, aybi yo'q odamni qamab qo'yishibdi ichkariga. O'zini haqqini so'ragani uchun. Mana prokuratura qanaqa ishlaydi? Mendan beri ishkina odam ekanmi, uyolamiz deganda, ming odamni aytgan bu tutdilar. Prezidentimiz sizga murojaat qilyapmiz. Prezidentimiz qizi Saida opa o'zingiz aytgansiz, ayollar yolg'iz qolmaydi. Sizga bizani akamizni nahaqdan qamab qo'yishibdi. Bizlarga amaliy yordam bering, iltimos sizdan. Şöyle 80 yaşımda yürütmüyor.
istediğim adam yok. Bir sizden ümit etip geldim indi. Bu oğlanı şu. Bir Xudadan bir sizden ümit etip geldim. Bir adam istedim 3 yıldan beri sersem oldum 80 yaşıma geldim. Yol gem yaramıydı indi bu anaha. Yola yaramıydı indi. Kıçkırdığım bir yere geldiğinde kollarımla kayırıp aparıp bir caya kanıp taşıdılar beni. Elden gidiyenimle. Şu dereceyle o adamını horlamak boladım eken. Ne var bu bari? Ne var ey bu bari gel şuna bizi İzmir kontrolü kolun can kıydım. Sizden iltimas. Ulan hiç kimden korkmaydık yani. Korkmaydım, boysunmaydım hiç kime. Sizden bir ümidim sizden indi bu kanı. Eybi bolsa eybini açsın, şerikleri bolsa şeriklerini tapsın, 3 yıldan beri şerikleri bolsa. Nima qilib o'tirishibdi bular ishlamasdan? Geçen kol çıkarıp koluna sürekli gider. Shuncha odam ine sergandan bo'lib yuribmiz. Necha marta kelib ketib, nohaqdan qamab qo'ydi. Eybi bolsa eybini aytib to'p bersinlar. Yo tushundim. Yo unga gap yo'q. Men dushanba kuni gap yo'q. Advokatdan topishga boraman. Prosta hozir bizani bu yoq. Alo. Hozir mayli endi prokuror ketibdi, mayli bugun qachon yeta qachon yoki bo'shab ketadi yoki ko'tarilib ketishi mumkin, xudo biladi. Oyim bilan gaplashib nima bo'ldi deganini aytmay qochib ketganini qara, bu qanday bu prokurordan qochish kerak bu? Ana sen yo dushanba kuni endi prosta hozir qilgan ishimni qarang, qochib ketganini qarang, to'xtab nimaga haqiqatdan yoki to'xtab tur ukang yoki o'g'ling jinoyatchi deb aytib ketsa bo'ladi, biz kelmaymiz. Qochib ketishni qarang, aybi yo'q-da, shuning uchun qochadi. O'ziniki ayb buniki. Qarangda, oddiy odamdan qochgani men nima? Xudo bor-u, baribir mayli, bugun masalan foydalanadi. Men dushanba kuni chaqirasizmi o tergovchini? Al dedi inoyat. Bo'ldi, biz hozir. Al dedi. Biza men dushanba kuni siz uchun boraman, gap yo'q, bu uchun. Hozir men endi bu yerda qilgan ishimni qilay, oyim kimdir bilan ko'rishmoqchi. Bo'ldi, gap yo'q Sanjarbay. Dushanba kuni men sizga oldingizga boraman. Nametda hozir bo'lgan holat biza shoqqa borganda endi demoqlashib qochib ketgani qarang chiqib. Bundan mana hozir men yerdagilar kelgan ko'p, oyim ko'pdi, mashinasi chiqib, Nametda hozir Tesla mayli shundan men insoniy sifatda mayli bugun bosh prokuror bo'ladi, ertaga bu ham oddiy odam bo'ladi. 5 yildan keyin erta bo'shidimi yoki ko'tarilib ketadi, uni xudo biladi u. Prosta aytgan qilgani qarang, prokuror qochishi mumkin emas oddiy odamlar. Jinoyatchi bo'lsa jazolasin. Mayli, men dushanba kuni boraman. Men siz uchun oldingizga boraman dushanba kuni. Men endi dushanba kuni baribir endi oyim endi shu yerda kiradi. Kim oldiga bo'lsam bo'lmasa ana sen prokurordan qochib ketar. Qachongacha qochar ekan u? Mayli, dushanba kuni kelaman, hozir bitta video chiqaman, dushanba kuni baribir kelaman. Oyim baribir endi kelib shu yerda qoladi. Kim boradi prezidentga? Bir yo'li chiqadi, bir bakrashga pensiya kelamiz. Oyun yaşına Har kim boshiga besabab shunday kunlar tushganda bilsin hamma. Bir oy deydi, mana vaqt kelganda Sanjarga olib kelganga mana 2 oydan oshib ketdi. 10 kun 15 kun uzoq javobini qilib beramiz dedi. Hech qanaqasi yo'q. Qaytadan so'chib anaqa beramiz dedi. Tergov boshlaymiz dedi. Hech qanaqa tergov yo'q. Hech qanaqa javob bermaydi. Yo'q, o'zi yo'q mana. O'zi sudga bormaysizlarmi? Sudga bormaydi. Sudga bormaydi. Sudda-yu, oxiri suddan o'tadi. Sudga borsam bu yoqqa borib, bu yoqqa borib, yo'ldan olib ketadi. Qiladigan ishni olib qo'yadi, bo'ldi. Bana bana uçuruşturur tamam. Hocam, o'g'lingiz Inoyat aka bilan yo'lda 24-qabulxonani boshlig'i zami gaplashgan. Nima masala bo'lsa o'g'lingizga aytilgan. O'g'lingizdan so'rab olasiz. Qabulxonaga kelsa kelyapti. Yo bo'lmasa yo'q. Her gün ayırdım. Hocam, bizni qo'limizdan kelgani faqat 24-boshqarma fuqarolar qabulxonasiga sizlar kelganinglar to'g'risida aytamiz. Ular chaqirdi, Inoyat aka borib keldi. Inoyat aka nimani gaplashdi bizga qarang. 3 yıldan beri var faydalanmışım. Qoching, odam chiqyapti. Oraya yemeden Çıkarsın, boş dur. Chiqib o'tib yoqqa o'tib tur.
Chiqarib odam qabulxona uchrashtiriladi. Qabulxonaga chiqyapti. siz yana boshqatdan qabulxonaga aytishi mumkin. Tushunib turibman, oxir boramiz, hech narsani tushuntirmaydi. Viloyatiga Ochinglar, chiqing. Seni o'tinglar aka. Yarim gaplashib Xalaqit beryapsizlar chiqib kirishga. Jinoyat akadan so'rang, Kerak, o'ting. o'g'lingizdan so'rang. Oiz o'zi gaplashadi. o'g'lim hech nima qilolmaydi, o'g'lim shu gapni Videoga menga olmang, odam chiqishiga xalaqit qilyapsan o'zi. Kim xalaqit qildi? Hech kim qabul etmagan. Bu kamera mumkin emas deb yozib qo'ydi. Tashqarida olib turibman. Xalaqit O'zi kamera bor ichkarida. odamni chiqib kirishiga. Ishxona bu kirib chiqadigan hozir. Lekin qabulxona hozir holasingiz yana O'ta qoch odam kelyapti. Odam kelyapti. Ol naryoqda, ol naryoqda deyman. Biz odam emasmiz. Qurbiyada ishida olan odamman. Siz hech kim odam emas deb gapirilmadi. Sana odam Gapirdik. gapirdik. U temada gap, qochib turdi hamma. jinoyat akadan so'rang, kim yoniga kiribdi. Gap to'g'ri qabul qilishlar. So'rang mana jinoyat akadan. oxiri bizaram bora so'ragan qo'lim oxiri uzunroq oyoqni olib yering ko'tardim. Qabulxona tashkillashtirib beradi uchrashuv. Hech qachon tashkillashtirib 3 yildan beri taqdim. O'tirganlarning ahvolini ko'rib o'tirdim. Xudoy meni yoshimni yarmini ham yetmagaylar xudoy. Shu yoshimda men shu narsani shunday qilib Azobini. Xudoyim bola chaqasini o'risini ko'rgan, men dirisini yonib turganman. O'risini yonib turadi ekanlar. Bu Chaqirib bersin o'zlari. Biz ko'rmayincha ketmaymiz. Mana yashab degan. 70 ga o'ynab turibdi, hech qayerga ketmaymiz. Yotamiz. Chaqirib beramiz. Och nahor yotamiz shu yerda, ketmaymiz. Bana bir odamlar bir qo'riqchi chaqir, olib ket faloni bos. Bizlar bir og'iz gapirishmaga gaplar, unaqa bir bosib ketmaga keldik mana. Akamiz qaysi aybi borligi uchun qamab qo'yganini aytsin, bular haq nohaqligini aytsin. Bular haq bo'lsa biz kelmaymiz qaytib bu yerga. Sarson sargizda och nahor ko'chada ishimiz bor bizlarning. Sizlar bizlarga chiqib, bir og'zim gapimizni eshitsinlar. Kelasan Kelamiz aldab yuradilar. murojaat bilan borlasan, mashinaga bosib qayirib olib ketishadi. Murojaat bilan kelasan, hech kim eshitishmaydi, qo'lingni qayirib bosib olib ketishadi. Nima biz bosqinchimizmi bu yerga? Nima? Havaskormizmi bu yerga kelishga? Majburligimizdan kelyapmiz bizlar ham. Bola chaqa ko'chada sarson sargizdan. Borishmayapti, ulardan norozi deb ichkariga xabar bering. Ichkariga biz xabar beramiz, qabulxonaga xabar beramiz. O'z bilasiz. Bizani kimdir eshitishadimi? Kimdirni chaqirib berasizmi? Murojaat bilan keldik. Eshitchak ham odam yo'q. Bizga mas'ul shaxs chaqirib berasizlarmi? Qani kimdir chaqirmaymiz. Yana bu yoqdagilarmi? Bilmadim bu yoqdagilar. Men ketmoqchiman, oyim ketmayman degan. Ko'zni bering bular. Azizim prokuror qashib ko'rsa, nima bu? Chetroq turib. 80 yoshli odam hurmat qilsa, men ketaman. Shuni ko'zni Bizani bering. murojaat bilan kelib turibmiz. Bizani ham birov eshitsin. Bir og'zim gapimizni eshitsinlar keraklar, qabul etsinlar. Bo'ldi, chaqirsin bosh prokurorni, giristirsin oldina.